O'rtoqlar videoni boshqatdan olmasam bo'lmaydi. Olyapman chunki Bluetoothda edi, ovozim yomon kelayotgan ekan. Xo'p, qaranglar. Ikkita samolyot porti olib berdik va bittasi bu bola detentionda, bittasi tashqarida. To'g'rimi? Xo'p, samolyot porti foydasi nima? Qisqacha. Samolyot port bilan, volonterskiy deport bilan borsangiz, sizga Amerikaga 5 yil kirish mumkin emas. Oddiy deport bilan 10 yil. Endi detentiondagi odamlar ham mayli, ular hammasi samolyot port so'raydi, sud orqali ular 5 yillik oladi, kalasi ishlasa. To'g'rimi? Keyin kutib o'tiradimi qachon mani yuboradi deb. Lekin tashqaridagi bo'lgan odamlar agar O'zbekistonga bormoqchi bo'lsangizda, chem o'zingiz chiqib ketguncha lutchi advokat olib, agar advokatingiz bo'lmasa, ili advokatingiz orqali samolyot porti so'rab, samolyot porti qarorini olib chiqib ketganingiz yaxshi emasmi? Odatda samolyot porti 1 oyda beradi. Lekin mana bu ikkinchi bolaga bizaga tashqaridagi bolaga maygacha vaqt berdi. Endi men bu ikkita samolyot porti ham sudiga qatnashganim yo'q. Shuning uchun endi ikkinchisiga deb gapiraylik. Nimaga odatda 1 oy beradi, lekin bunga 5 oy berdi. Balkim so'raganmi, biron sababni ko'rsatganmi? Так что bo'larkanda, men faqat 1 oy deb o'ylagandim, lekin mana 5 oyga ham berganda, 5 oyning ichida chiqib ketasan deb. Xo'sh, mana shu lutchi odam 5 yil Amerikaga kirib, 5 yillikda olsa yaxshi emasmi? Ertaga green card'a yutadimi, uylanadimi, boshqa qiladimi, u 5 yil suvda yutadi. Lekin sababi bo'lsa ham Amerikaga kirishga mana bu 5 yillikni qisqartirsa ham bo'ladi-da. Waiver degan narsalar bor. Shuning uchun o'rtoqlar, mana shu kimning advokati bo'lsa, chiqib ketmoqchi bo'lsa, Amerikadan lutchi samolyot porti so'rab chiqish yaxshi. Da, advokati bo'lmasa, buni ham iloji bor. Da, endi o'zingiz qilsangiz, menimcha qiyinroq bo'lsa kerak. Agar masteringiz bo'lmasa, da masalan. Endi masteringiz bo'lsa, yaqin bo'lsa, borganda shu master sudda masalan so'rasa bo'ladi-da masalan. To'g'rimi? Lekin master sudingiz bo'lmasa, yo uzoq bo'lsa, bu narsani alohida masalan dokument qilib yuborib, uje sudyalar ko'rdimi shuni, samolyot porti tezroq qiladi, sudingizni chaqirib qarorni nima qiladi, beradi. Endi advokat bilan qilganingiz nimaga yaxshi? Onlayn bo'lish sababi nimasi ko'proqda, varianti. Shunaqa bo'lishi mumkin, onlayn qilmasangiz agar, borsangiz agar, aysti o'zi ham bu yoqqa ketib tiqish mumkinmi? Endi bunaqa qilmaydi deb o'ylayman-u, lekin baribir hamda. Mana shu o'rtoqlar, samolyot porti foydasi Amerikaga kirish faqat 5 yil mumkin emas. Oddiy deport 10 yil. Xo'sh o'rtoqlar, yana bitta narsani esdan chiqdi. Bu foyda zarari haqida gapirishda. Ana faraz qilaylik, siz deport bo'lib ketdingiz, 10 yil o'tdi. 10 yildan keyin masalan viza, green card'a yutasizmi yo turistik vizaga kirasizmi? Unda masalan foydasi bo'ladimi? Albatta bo'lmaydi. Deport bilan chiqib ketgan odam bir umr qoladi-da o'sha nimasi, tamg'asi, to'g'rimi? Lekin samodeport uje immigratsiya vaqti o'tganda, waiver degan narsalar, kechirim formalari berilganda, u hammasi tasdiqlanganda uje viza ham bemalol bo'ladi. U turistik viza bo'ladimi, student viza yo green card'a bo'ladimi, to'g'rimi? Shuning uchun volonterskiy nima ham chiqib ketish kelajakda viza olishga ancha yordami tegadi. Chem deport bo'lib ketgan odamga. Mana shu. Bu narsa ne только sizga ta'sir qiladi, sizni qarindoshlaringizga ham, masalan. Shuni ham esdan chiqmaylik.